Davramizga agar mumkin bo'lsa Shermahmad dadajonimizni darvozalarni keng ochib qo'ying. Bugun quvonchli onlarda yaxshi bir insonni xonadonlariga tashrif buyurdik. Demakki, davramizga farzandlarning nomlarida bitta chiroyli tabriklari bilan Shermahmad dadajon bormi? Davramizga chiqar deymiz. Qani marhamat farzandlarimiz qanilar? Turibman ko'ksim kirib g'urur saqoyasida yuribman davrim surib dadamni soyasida qaddi tik bir qoya turibman ko'ksim kirib marhamat davramiz chiroyli sovg'alar bilan yuribman davrim surib dadamni soyasida qaddi tik bir qoyaman dadamni soyasida men badavlat bolaman. Onajonimizni yashayotganlar. Assalomu alaykum avvalambor. Soyasida. Assalomu alaykum. Shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Bugun quvonchli onlaringizda chiroyli tabriklar bo'lsin. Qolaversa dadajonimiz har internet tarmoqlarini ko'rganda, "Voy, meni farzandlarimiz shunaqa chiroyli tabriklasa qani edi" deb orzular bilan yashamasdilar deb. Endi bitta qiz bo'lsa ham 10 ta qizni o'rni bosadigan farzandingiz nomlarida qani? Qaddi tik bir qoyaman dadamni soyasida. Qancha bilan qo'llab turamiz. Har birimizning farzandlarimizga ishga chiroyli tabriklar yonimizda. Qanchaligimizda yonimizda bo'lib yurmoqni nasib qilsin. Shahzodadek baxtim bor dadamni soyasida. G'amlaringni qo'y hayot, tashvishlaring menga yot. Boshim sana ko'nglim shad. Endi mahalliyat qarasizga qancha chaqirasizlar-da? G'amlaringni Xudo xohlasa bu mahallamizga tashvishlaring menga yot. Endi mana shu chiroyli ko'chamizda ko'proq kelaylik. Har bir xonadonga onajonlar dadajonlar tabriklab dadamni soyasida yuribman davrim surib. Dadamni soyasida, dadamni soyasida, dadamni soyasida yuribman erkak bu. Ana marhamat, bari yo'ldan keyin qani dadajonlar. Mahallalaringizga bir kelib qoldi. Chiroyli niyatlar bilan, yaxshi niyatlar bilan. Bitta chiroyli xursandchiliklarni kampaniyalari tushunamiz. Farzandlar nomlaridan shu kunim bazim. dadajon yana bir bor shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Bugun nafaqat sizga qolaversa, musofirda yurgan farzandingizni ham shukrona kunlari ekan, to'g'rimi? Niyat qilaylik. Bugun hammamiz duolar qilaylik, eson omon bag'ringizga qaytib kelishsin. Farzandlarning yo'llariga, oilasini yoniga barcha musofirlarimiz albatta to'kin cho'ntaklar bilan, qalbda quvonchlar bilan kelsinlar. Uylamaganmi musofirimiz? Buyurami? Nodirjonni farzandlarini to'ylarida ham, farzandlaringizni to'ylarida ham niyat qilaylik. Parvez. Kelgusi yilda Xudo xohlasa dadajon bilan achomlashib niyat qilib, Nodirjonni
misol to'ylarda xizmatda bo'laylik, to'g'rimi? Farruxjon Hasanov bilan Eminda yana bir hammaga rahmat aytamiz. Shunda ayajon, o'zim odatda tabriklashga borganimda qo'shiq aytmasdim-da. Bugun siz uchun aytib beraman. Endi bunga qo'shiq aytmasang ham bo'lmaydi, to'g'rimi? Qani sizlar uchun davom etamiz. Bana sen gereksen sana ben gerek.